Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, Astrosek Akademiyaga xush kelibsizlar. Bu videoda men sizlarga qisqagina introduction, o'zim haqimda to'liq kurs haqida ma'lumot berib o'tiraman. Xo'p, Astrosek, ya'ni kelinglar birinchi navbatda biz umumiy mavzularga kirishimizdan oldin introductionga asosiy kurs haqida ma'lumot berib o'tsam, umumiy biz Astrosek Akademiya bilan sizlar 8 ta modul o'qib tugatib chiqasizlar. Ya'ni bu modullar nimalardan iborat deydigan bo'lsak, birinchi navbatda biz Kali Linuxni o'rganamiz va keyingisi networking, Python scripting, malware, social engineering va pen testing, kriptografiya va oxirida bug bounty bo'ladi. Bular sizlarga balkim tanish, balkim notanish, shunchaki keyingi videolarda men sizlarga xuddi shu mavzularga, modullarga birin-ketin ichida qanaqa mavzular bo'ladi, nima videolar bo'ladi, hammasini batafsil tushuntirib ko'rsataman. Bu video shunchaki bir-birimiz bilan tanishib olish. Men kim, sizlar kim, shu haqida tanishib olamiz. Xo'p, endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin bo'ladi. Bir nechta bu kursni o'qisam kim bo'laman degan. Ya'ni asosiy bu kursni agar siz to'liq o'qib bitirib chiqadigan bo'lsangiz, kiber xavfsizlik xodimi bo'lasiz. Ya'ni kiber xavfsizlik xodimi deganda ham har xil yo'nalishlari bor. Imенно biz ya'ni penetration testing qismini o'rganamiz. Ya'ni pen testing qismini o'rganamiz. Asosiy bizning fokuslarimiz, e'tiborimiz qaratilgan veb-saytlarga hisoblanadi. Ya'ni veb-saytlarni buzish, ularni defense, ya'ni himoya qilish va report yozish va hokazo shulardan iborat bo'ladi. Asosiy bizning fokusimiz ko'proq veb saytlarini buzishga qaratilgan bo'ladi. Kurs qancha vaqt davom etadi? Bu qanchadir vaqt davom etadi degan narsa yo'q. O'rtacha hisob-kitob qilib chiqqanimizga qaraganda, где-то 5 oy, 6 oy siz bu kursni to'liq modullarini tugatib chiqsangiz bo'ladi. Lekin xohlasangiz tezroq yurishingiz mumkin yoki undan ham sekin yurishingiz mumkin. Bu o'zingizga bog'liq bo'lgan narsa hisoblanadi. Kurs faqat nazariymi? Yo'q. Kurs 70-80% amaliy materiallardan iborat. Konkretniy video darsliklar bor. Undan keyin siz kirasiz ma'lum bir joyga va yana qayta davom ettirib ko'p ketishingiz mumkin bo'ladi. Bu nazariy emas. Bu ham 30-35% nazariy bo'lishi mumkin. Nega bu kursda o'qishim kerak? Avvalambor bu kursda nima o'qish kerak haqiqatda? Bu kursda Xo'p, bu kursda nimaga o'qish kerak? Avvalambor bu kurs birinchi navbatda eng arzon hisoblanadi. Ya'ni bu O'zbekiston jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, bu eng arzon kurs. Birinchi navbatda shu. Undan tashqari biz to'xtaladigan mavzular, ya'ni ko'rib turganingizdek mana shu mavzular bu eng hozirgi paytda o'rganishimiz kerak bo'lgan mavzular hisoblanadi. Shu va hammasiga batafsil biz to'xtalib o'tamiz. Ya'ni biz bundan tashqari biz bu kursni bitirganingizdan keyin siz sertifikat ham olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni sertifikat deganda, ya'ni xalqaro sertifikatni qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Ya'ni bu masalan CBS, ya'ni Web Exploitation Specialist yoki Expert sifatida sertifikat ham qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni to'liq bularga ham biz ko'mak beramiz. To'liq kurs davomida. Xo'p, kelinglar shuncha vaqt gapirdim. Endi o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Men ismim Saad Karabayev, o'zim kiber xavfsizlik yo'nalishida 3 yildan beri shug'ullanib kelaman, ishlab kelaman. Hozirga kelib Bahordev, Soft Study, M-Security, Astrosek ko'rib turganingizdek shu kompaniya va Bug Hunterlik bilan ko'proq shug'ullanganman. Ya'ni umumiy karyera shular bilan boshlangan. Xo'p, kelinglar endi aslonoy biz pentester bo'lamiz dedik va pentester kimligini haqida gaplashib o'tamiz. Pentester bu asosiy ya'ni birinchi o'qib beraman, keyin asosiy tushuntirib beraman. Ya'ni pentester to'liq nomi penetration tester bo'lib, bu axborot xavfsizligi mutaxassisi hisoblanadi. U asosiy veb-saytlardagi zaifliklarni topib va u kamchiliklarini yopadigan xodim hisoblanadi. Ya'ni asosiy mana u tizimlarni buzib kirgan hakkerga taqlid qilgan holatda oldindan ularni bilib tizimlarni yopadi va ularga hujum qiladi. Pentester hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek shu bemalol videoni pauzaga qo'yib bu narsani o'qib olsangiz ham bo'laveradi. Men video cho'zilib ketmasligi uchun tez-tez o'tib ketaman bu narsalarga. Xo'p, asosiy pentester kimligi haqida sizlarga ma'lumot berdim. Biz umumiy kursimizni shu pentester sifatida o'z nihoyasiga yetkazamiz. Ya'ni 8 ta modulni to'liq o'qib chiqib bo'lib. Xo'p, qisqagina men sizlarga tushuntirmoqchi va yetkazmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat. Agar hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa va sizlarga to'liq nimani gapirgan bo'lsam tushungan bo'lsangiz, keyingi videoga o'tib bemalol sizlar to'liq
mana shu modullarda nimalar bo'ladi, nimalarga to'xtalamiz, to'liq mavzularini ko'rib chiqsangiz bo'laveradi. Xo'sh, ana endi asosiy o'tgan darsda tushuntirgan, introductionsni tushuntirganimdim. Ya'ni biz birin-ketin keyingi videolarda asosiy nimalar o'tishimizni ko'rib chiqamiz endi. Kelar endi mana ko'rib turganingizdek, hozir bu yerda 8 ta modul bor va 8 ta modulda har bittasini nimalar o'tamiz, qanaqa mavzularga to'xtalamiz, hammasini maslarga to'liq tushuntirib ko'rsatib beraman. Xo'p, ko'rib turganingizdek, kiber xavfsizlik xodimi uchun eng muhim hisoblangan bu sistema bu Linux hisoblanadi. Ya'ni asosiy biz Windows yoki macOS da ishlamaymiz, biz aynan Linux da ishlaymiz, Linux tizimida. Biz birinchi navbatda Linuxni o'rganishimiz kerak. Bu har bir kiber xavfsizlik xodimi o'rganishi kerak bo'lgan sistema hisoblanadi, operatsion sistema. Ko'rib turganingizdek, taxminan 20 bitta, ya'ni asosiy 20 bitta mavzudan, lekin eng oxirida biz ko'proq o'zasi juda ko'p darslar bo'ladi. Hozir bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bu yerda men sanab berishim shart emas. Misol uchun Linux asosiy introduction birinchi qismida terminallardan basic ko'rib chiqamiz. Working with file directories, ya'ni fayllarni ishlaymiz, fayl yaratish, fayl o'chirish, boshqa papka kirish va hokazo. Linuxda asosiy userlarni boshqarish, PPBlar, paket management yoki processing, system processinglar ko'ramiz yoki network basiclarni to'liq ko'rib chiqamiz. Va bundan tashqari bizda asosiy bu yerda nima bor deydigan bo'lsak, ya'ni Xboxda, ya'ni biz o'zimizga kiber xavfsizlik xodimi sifatida kirib o'rganishimiz mumkin bo'lgan platforma bor va shu platformada to'liq biz yana mavzular ko'rib chiqamiz. Bu yerda misol uchun Linux strukturasi, distributorlari, shelllar, prompt description, getting help, misol uchun system information to'liq, ya'ni ko'rib turganingizdek, hozir bitta to'xtada videoni to'liq mavzularni ko'rishingiz mumkin. Ha, ingliz tilida, lekin buni o'zbek tilida qilish bilmayman qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri. Ingliz tilida o'rganganimiz baribir yaxshiroq hisoblanadi. Ko'rganingizdek, user management, paket management, service process management, ya'ni task management, ya'ni har bitta videoga to'xtalganimizda men bu narsaning nimaligini sekin-sekin tushuntirib, hammasini tushuntirib o'tib ketaman marslarga. Bu yerda Linux security, firewall setup, system loglar, hamma narsani Linuxga taalluqli bo'lgan ipidan ignasigacha bo'lib biz o'rganib chiqamiz to'liq bu qismida, ya'ni imini mana shu birinchi modulda. Tak, ana undan keyin biz Linuxdan keyin to'xtalishimiz kerak bo'lgan narsa bash scripting, ya'ni imini bash scripting yordamida to'liq o'zimiz komandalarni avtomatlashtirishimiz uchun skript yasashimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu ham shu 10-15 ta mavzulardan iborat bo'ladi bu. To'liq mana shu Kali Linuxda, ya'ni imini Linux qismimizda modulda xuddi shu mavzularga bevosita to'xtalib tafsilga gaplashib o'tamiz. Bu taxminan bir 7-8-9 soatlarga mo'ljallangan darslik hisoblanadi. Xo'p, o'tgan videomizda biz to'liq birinchi modulda, ya'ni Linux modulida nimalarni o'tishimizni, qaysi mavzularga to'xtalishimizni men qisqagina qilib tushuntirib bergandim. Mana endi ikkinchi modulda biz bevosita networking qismiga to'xtalamiz. Xo'p, ochiq ko'radigan bo'lsak, bizda networking nima deb deydigan bo'lsak, networking bu imini veb-saytlar qanday ishlash, tarmoqlar, internet qanday ishlaydi va hokazo shu narsalar imini networkingga kirib ketadi. Networking qismini men 3 ta qismga bo'lganman. Bular beginner, ya'ni network fundamental birinchi qismi, ikkinchisi intermediate, uchinchisi imini wirelesslarga bag'ishlangan bo'ladi. Ya'ni ko'p O'zbekistonda yaxshi ko'riladigan modul hisoblanadi. Shunda beraman deganligini. Birinchi qismimizda biz networking fundamental qismida asosiy network konsepsiyasini o'rganamiz. Networklar nima o'zi networkga nima kiradi, protokollarni security'si, Wireshark'ga to'xtalamiz, TCP dump'ga to'xtalamiz, Mmap'ga to'xtalamiz. Ya'ni birinchi network fundamentalida shu qismlarga to'xtalamiz, ya'ni bevosita. Ana undan keyin bu yerda intermediate modda, ya'ni asosiy exploitation oriented networking, ya'ni networking yordamida biz eksploatatsiya qilishda, ya'ni biron joyga buzib kirishda yoki skaner qilishda to'liq shu narsani ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, mana shular har bittasi mavzular hisoblanadi. Bu yerda network modullari, misol uchun MAC adreslar, DSCP'lar, IP adreslar, to'liq DNS'lar, wireless networking bu yerda communicationlar va hokazo bo'ldi. Proxylar kirib ketadi. OC modellari bu so'z hech qanaqa iloji yo'q. IP version 4, IP version 6, wireless network, TCP, UDP
protokol, ya'ni networkingga taalluqli bo'ladigan barcha narsalarni, mavzularga hammasiga to'xtalib o'tamiz. Bularni ko'rib turganingiz har bitta tochkalar, bular har bittasi bitta video va bitta mavzu hisoblanadi. Har bittasiga batafsil to'xtalib o'tamiz. Hech qanaqa bu yerda sizlarda tushunmay qoldim yoki bu nima edi degan narsa bo'lmaydi. Bevosita sizlar to'g'ri tushunib borasizlar. Ana endi 3-qismimizda bizda wireless modul, ya'ni wireless attack fundamentalga o'tamiz. Ya'ni wireless deganimizda imенно Wi-Fi, Bluetooth mashlar, ya'ni wirelessga kiradi. Bu qismida biz ko'rganingizdek attack Wi-Fi protocol setup VPS orqali attack qilishni ko'rib chiqamiz. Bu yerda ko'rganingizdek wirelessga qanday attack qilishdi, undan keyin webga qanday attack qilishdi, har bittasi o'zini ichida mavzulari bor. Hammasiga bevosita to'xtalib, har bittasini bitta ko'rib chiqamiz. Undan keyin Wi-Fi penetration testing ko'rib chiqamiz. Mana shular hammasi bittada. Qanday Wi-Fi buziladi, qanday pen testing qilinadi va oxirida Wi-Fi password cracking texnologiyani, Wi-Fi'ni parollarini buzishimiz mumkin bo'lgan texnologiyalarni barchasini ko'rib chiqamiz. Ko'rganingizdek, hammasi mana shular bitta videolar bo'lib, sizlarga taqdim etamiz bu narsalarni. Umumiy networkingga to'xtalishimiz mumkin bo'lgan mavzular shulardan iborat. Xo'p, yaxshi. Ana endi 3-modulga kelamiz. To'xtalamiz. Ya'ni bu modulda biz Python scriptingni o'rganamiz. Ya'ni o'tgan videoda, bundan oldingi videoda networking haqida gaplashgan edik. O'ylayman savol yo'q bu bo'yicha va Python scriptingni 3-modulda boshlaymiz. Bu ham juda katta modul hisoblanadi. Ya'ni birinchi biz navbatda boshlanishimiz kerak bo'lgan narsa bu Python asoslari. Ya'ni biz biron bir skript yasayapmiz. Python script deganda bu Python dasturlash tili yordamida biz turli xil o'zimizga skriptlar, ya'ni dasturlar yasay olamiz. Toollar, misol uchun biron bir Wi-Fi'ni buzadigan tool, passwordni buzadigan, parolni buzadigan tool va hokazo. Shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda u narsalarni yasashimizdan oldin biz Python dasturlash tilini o'rganishimiz kerak. Python dasturlash tilini o'rganishimiz uchun biz mana shu mavzularni hammasiga to'xtalishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda Python introduction, sonlar bilan ishlash, listing, ro'yxatlar, if, else, while, functionlarga to'xtalamiz, try exceptionlar, to'liq Pythonni ko'rib chiqamiz. Undan keyin object oriented programming ga to'xtalamiz, ya'ni OOP ga to'xtalamiz bu yerda. O'sha klasslar, obyektlar bilan ishlash, vorislik, inkapsulatsiya, downer metodlari va hokazo mavzularga to'xtalamiz. Va bu asosiy Python asoslanib tugatganimizdan keyin bizga Python penetration fundamental qismini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu yerda socketlarda ishlashni o'rganamiz. Misol uchun TCP, UDP klientlar bilan connection qilish, port skanerlashni ko'rib chiqamiz. HTTP request response'larni ko'rib chiqamiz. Banner grabbing, fingerprintingni ko'rib chiqamiz. DNS enumeration, subdomain finder, shu skriptlarni biz yasaymiz. Har bitta aytayotgan narsa bu skriptlar hisoblanadi. Shu narsalarni yasaymiz. SSH'larni avtomatlashtirishdi, web formatting bypassing qilish, bu yerda foydalanuvchi parollarni brute force qilish, ya'ni buzish yo'li ketadi. Hash cracking bo'lib ketadi, ya'ni parollarni crack qilish. Multi-threading, ya'ni tezlikni oshirishni qo'ygan bo'lgan. Okay, shu mavzuga to'xtalamiz. Ya'ni bu ham bu Python scriptingning fundamental qismi. Va oxirida Advanced Python for Routine, ya'ni asosiy hujumga bag'ishlangan nimalarni boshlaymiz, divizionlarni boshlaymiz. Ya'ni Skippy bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Fake exploit yaratish, ya'ni metrolarda bo'lgansizlar, misol uchun metrolarda Wi-Fi ga ulanaman deganlaringizda sizlarda Wi-Fi parolni emas, telefon nomer, email, boshqa narsa kirishingizni so'raydi. Mana shu narsa access point deyiladi. Xuddi shu narsalarni phishing qilib yasashni ko'rib chiqamiz. Undan keyin ARP spoofing, meeting qilish, keylogger yaratish ko'rib chiqamiz. Reverse shell yaratish ko'rib chiqamiz. Windows credential, exploit development basic ko'rib chiqamiz. Metasploit bilan packing ishlashni ko'rib chiqamiz. Remote access trojan yaratishni ko'rib chiqamiz va antivirus bypassing qilishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni umumiy holatda Python skriptida biz to'liq shu mavzularga to'xtalib o'tamiz. O'ylaymanki sizlarga bu tushunarli bo'ldi. Qaysi qismda tushunmasalaringiz hech qisi yo'q, shunchaki keyingi videolarda ko'rishda davom etaveringlar. Keyingi darslarda ko'rsangiz, bevosita hamma mavzularga tushunishda tushunib yetasiz. Xo'p, okay. Ana endi biz 4-modulga to'xtalamiz. 4-modulda hammaga qiziq bo'lgan social engineering, ya'ni ijtimoiy muhandislikni ko'rib chiqamiz.
ijtimoiy muhandislik nima deydigan bo'lsak, ijtimoiy muhandislik bu insonlarni, ya'ni insonlar bilan muloqot qilib, yokida chatda gaplashib, Telegramda gaplashib, yokida shunchaki ko'rishib gaplashib, ya'ni insonlarni manipulyatsiya qilish, ularni aldash bo'ladi. Imini bizda asint qismi bor, ya'ni OSINT qismi bor, ya'ni social engineering, ya'ni open source intelligence, ya'ni ochiq ma'lumotlardan foydalangan holatda insonlar haqida ma'lumot yig'ish va ularni hack qilib buzish. Bu qismida biz nimalarga to'xtalamiz deydigan bo'lsak, ya'ni introduction to ya'ni open source intelligence, ya'ni open source intelligence nima, qanday ishlaydi, nimalar qo'llanadi, shu narsalar haqida gaplashamiz. Search engine o'sigalib, OSINT Google orqali qanday OSINT qilishimiz mumkin. Digit deeper with alternative searching qilishni, email oqtarishni, bundan keyin telefon raqamlarini oqtarishni ko'rib chiqamiz. Image, ya'ni rasmga qarab turib qanday insonlar haqida ma'lumot yig'amiz, rasm orqali lokatsiyani topishimiz mumkin. Image OSINT qilamiz va geolokatsiya orqali rasmlar oqtarishimiz mumkin bo'ladi va yana undan qismi bor, ya'ni maps OSINT, ya'ni xaritadan qarab turib OSINT qilishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanday qilib, misol uchun men qayerdadir rasmga tushadigan bo'lsam, misol uchun qaysidir Moskvani, qaysidir xonasida yoki uyida yoki bironta zdaniyada yoki ko'chada xuddi o'shani qayerda tushganimni to'liq lokatsiya turgan joyimgacha topishga harakat qilamiz. Shu narsa endi geo OSINT deb nomlanadi. Shu narsalarga to'xtalamiz. Undan keyin asosiy veb-sayt OSINT ko'rib chiqamiz. Ya'ni ikkita veb-sayt OSINT va oxirida report qismini qilib shu to'plagan ma'lumotlarimizni hujjat sifatida yaratamiz va kimgadir berishimiz mumkin yoki uni hack qilishimiz mumkin bo'ladi. To'liq social engineering qismida, ya'ni ijtimoiy muhandislik qismida shu mavzularga bevosita to'xtalib o'tamiz. Okay, davom etamiz. Bizda 5-modul bu malware qismi hisoblanadi. Kelinglar malware nimaligini bilamiz. Malware bu Okay, 5-modulga to'xtalamiz. 5-modulda biz malwareni ko'rib chiqamiz. Kelinglar malware nimaligini gapirib bersam sizlarga. Malware bu xuddi chirvaki, ya'ni cho'changa o'xshaydi. Bu sistemangizga o'rnatilsa, sistemangizni qo'lga olishi mumkin bo'ladi. Ya'ni nima deydigan bo'lsak, so'ntra tushuntirsam, bu viruslar malwarelar hisoblanadi. Har xil viruslar, bular malwarelar hisoblanadi. Tak, malwarelar qismida biz nimani o'rganamiz deydigan bo'lsak, asosiy malwarelar qismida biz malware analizingni ko'rib chiqamiz. Ya'ni buni malwareni qanday qilib yaratishdi, hamma narsani Python skriptini ko'rib chiqamiz. Oldingi modullardagida, endi o'sha yaratgan skriptlarimizni malware analizing qilishda, endi malware qismida ko'rib chiqamiz. Malware analizing deganda bu biron bir virusni analiz qilish, qanaqa ishlayapti, ma'lumot qayerga ketyapti, nima qiladi, nima bo'ladi, shu narsalar endi malware analizing degan, analiz qilish. Bu qismda nima ko'rib chiqamiz? Introduction malware analyzing, ya'ni introduction to malware analyzing ko'rib chiqamiz. Windows International, static analyzing, dynamic analyzing bo'ldi, code analyzing, debugging ko'rib chiqamiz. Va MML analyzingda, misol uchun x86 bo'ldi, arxitekturani ko'rib chiqamiz va assembly tilini o'rganishimiz mumkin bo'ldi. Windows International, basic static analyzing, Malware, basic dynamic analyzing va hokazo. Reverse engineering. Umumiy holatda biz malware analizingda shu mavzularga videoni bemalol to'xtatib, bemalol mavzularni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Shu qismlarga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, 6-modulda eng asosiy modulimiz hisoblanadi, ya'ni web pen testing hisoblanadi. Bu qismda biz nimalarga to'xtalamiz deydigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, bizda asosiy mavzularimiz bor. Bularning ichida har bittasining ichida yana mavzular bo'ladi, ya'ni ya'ni ostki mavzular bo'ladi. Bular asosiy modul ichidagi modullar. Web request, biz asosiy o'rganamiz. Web request, introduction to web application, proxy'lar o'rganamiz, information gathering o'rganamiz, web fuzing, JavaScript diffusing, XSS, SQL injection, SQL map, command injection, file uploading, server side attack, login brute force, broker authentication, web attacking, file inclusion, attack graph, API attacking command application va oxirida bug bounty hunter processing ni ko'rib chiqamiz. Xo'p, buni men tayyorlaganman deydigan bo'lsak, buni siz to'liq o'rganadigan bo'lsangiz, CVS sertifikatiga ham topshirishingiz mumkin bo'ladi. Endi shu asosida yaratilgan modullar hisoblanadi. Bemalol siz bu modullarni o'rganganingizdan keyin Hacksboxdagi CVS sertifikatiga ham topshirishingiz mumkin bo'ladi.
to'liq biz web pen testing qismida shu narsani o'rganib o'tamiz va qo'shimchalar bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu yerda misol uchun Bart suitni qo'shishimiz mumkin. Ya'ni ko'ramiz bir nechta qismlarini bo'lib qo'shib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha biz to'liq plan bo'yicha shu yo'zinda ketamiz web pen testing qismida. Okay, keyin esa 7-modulda biz kriptografiya qismiga to'xtalamiz. Ya'ni kripton qismiga. Xo'p, ko'rib turganingizdek, cryptography encoding, encrypting, hashinglarga to'xtalamiz. Cryptography basic, hashing basic, password storage, silting, public key cryptography, TLS, HTTPS, GVT token security, join repairga to'xtalamiz. Hashcat, real kripto attacklarni ko'rib chiqamiz. Kriptografiya nisbatan ozroq to'xtalamiz. O'rganadigan bo'lgan narsalarimiz shular hisoblanadi. Xo'p, ana endi eng oxirgi modulimiz bu bug bounty qismi. Bunda 2 dona video bo'ladi va 2 dona taxminan 3-4 soatga yaqin video darslik bo'ladi. Bu qismida biz to'liq bug bounty ko'rib chiqamiz. Ya'ni to'liq bug oqtarib va uni bounty qilishga harakat qilamiz. Bounty deganda bu mukofot olishga harakat qilamiz. Ya'ni HackerOne bilan ishlagan holatda biz biron bir tizimni test qilamiz va unda zaiflik topib, uni report qilib yuborishga harakat qilamiz. Mana shu oxirida ikkita real websaytni olgan holatda bug, ya'ni kamchilik topib, uni report qilib yuborishga harakat qilamiz.